o'zi aslida er xotin bir-biriga libos hisoblanadi. O'zi tanqid nima? Tanqid kerakmi? Er xotin o'rtasidagi har xil holatlar. Tanqid qilish kerak emas. Endi inson zoti borki, har doim tanqid qilib yashagan, tanqid qilib ham keladi bundan keyin ham. Izlsiz narsa bu yerda inson tanqid qilishida tashqarida emas. Er xotin o'tirib o'zaro bir-biriga yoqmayotgan, masalan, erkak kishini qaysi xulqi yoqmayapti, qaysi qilayotgan ishi ayol kishiga bo'layotgan postupkasi yoqmayapti. O'shani erkak kishini o'ziga o'tirib gaplashsagina, o'zi erkak kishi bilan o'zaro tanqidini kelishib olsa, bu normal holat. Erkak kishi ham ayolini nima xususiyati yoqmayapti, nimasini o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zaro er xotinlar orasidagi munosabatda er xotin o'tirib kelishib olish kerak bo'ladi. Lekin tanqid qilganda ko'chaga e'lon qilgan holatda emas. O'zi tanqid nima? Tanqid kerakmi? Er xotin o'rtasidagi har xil holatlar. Albatta, tanqid yo'li bilan konstruktiv kelishuvga erisha olmaslik mumkin. Tanqidda ham har xil yo'li bor. Agar tanqidda ko'proq tanqid qiluvchi o'zini ichki holatini, o'ziga o'sha yoqmayotgan hodisalarni tushuntirgan holda, ya'ni men va menga degan tushuncha bor. O'sha tushunchalardan kelib chiqib tanqid qilsa, tanqidiy ko'rinishga ega bo'lmaydi. Bu yerda ko'proq vaziyatimni tushungin, menga bu harakating yoqmayapti yoki shunaqa gapirishing yoqmayapti degan ma'no yotganini tushuntirish orqali ma'lumot yetkazish hisoblanadi. Ana o'sha to'g'ri deb hisoblanadi. Agar insonlar tanqid qilaversa, tanqid paytida har doim ikkinchi tanqid qilinuvchi inson o'zini yaxshi, mukammal, aqlli, sog'lom deb hisoblaydi. Har bitta tanqidda albatta himoyasi uchun turadi u. O'zini yaxshiligiga, o'zini mukammalligiga tur yetayotgandek tuyuladi. Tanqidga qarshi tanqid bilan muomala boshlanadi va natijada urush janjali kelib chiqishi shundan bo'ladi.